Salom bolajonlar. Bugun uyimizda juda qiziqarli kun. Jihozlar sizlarga o'z vazifalari haqida gapirib berishadi. Salom! Men xolodilnikman. Ovqatlarni sovuqda saqlayman, shunda ular buzilmaydi. Salom bolajonlar. Men gaz plitasiman. Ovqat pishirishga yordam beraman. Issiqligimda mendan ehtiyot bo'ling, qo'lingiz kuyib qolmasin. Men tovaman. Ko'pchilik tilida skоворodka. Qovurishda juda chaqqonman. Har ertalab sizlarga tuxum qovurib beraman. Men qozonman. Meni ichimda siz yaxshi ko'radigan shirin ovqatlar pishadi. Men esa blenderman. Ovqatlarni aralashtiraman va siz shirintoylarga shirin kokteyl tayyorlab beraman. Men kir yuvish mashinasiman. Kir kiyimlaringizni yuvib beraman va hech ham bu ishdan charchamayman. Salom bolajonlar. Men changyutgichman. Uy tozaligiga qarayman. Baland ovozim bo'lgani bilan juda beozorman. Men esa televizorman. Men sizlarga qiziqarli multifilmlarni ko'rsataman. Men bilan hech ham zerikib qolmaysiz. Men shkafman bolajonlar. Ichimda sizning kiyimlaringizni saqlayman. Meni ichimda kiyimlaringiz doim tartibli turadi. Mana bolajonlar, jihozlar bilan ham tanishib chiqdik. Yana qolgan jihozlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'ling. Ko'rishguncha, xayr.